27 dekabr Türkiye'nin Erzurum şehrinde Şarkı Türkistan'daki zulümlerine karşı namoyish qildi. Namoyishni Erzurum o'lka o'choqlari tashkillagan bo'lib, qattiq sovuq va yig'ayotgan qarga qaramay, Uyg'urlarga vakolatan Sharqi Turkistonning yangi nasl harakati Erzurum vakili qatnashdi. Shundaqla 1000 ga yaqin Erzurum xalqimi qatnashdi. Doğu Türkistan'da zulüm gören kardeşlerimiz, çocuklarımız, abilerimiz, ablalarımız, bunlara duyarsız kalmayacağız. Ülkücü hareket olarak, ülke ocakları olarak Doğu Türkistan'ın her daim yanındayız. Sharqi Turkistonda mayli chet elga chiqqanlar bo'lsin yoki Xitoyning ichki o'lkalarga jon beqish uchun ketganlar bo'lsin, ko'p qismi degidek Xitoy hukumati tarafidan majburiy qaytarib akitilgan va atalmish qayta tarbiyalash markaziga avatilgan. Zimiston torining 25 dekabrdagi xabariga qaraganda, qaytarib akitilganlarning ko'p qismi Uyg'urlar ekan. Ular Sharqi Turkistonga berishi bilan tutqun qilingan. Rayonda necha millionlagan Uyg'ur tutqun qilingandan boshqa Xitoyning boshqa o'lkalardan qaytib borgan Uyg'urlarmi bu xil qor bosgan kunlardan qochib qutulmagan. Vaziyatdan xabardor bir kishining Zimiston to'riga bildirishicha, Shanxi o'lkasining ma'lum shaharda tijorat bilan shug'ullanayotgan biraylar 2018 yilning 5-ida Sharqi Turkistondagi soqchilardan darhol qaytib kelish haqida buyruq topshirib olgan. Agarda ular qaytib kelmasa, maxsus odam avatib uni tutqun qildiganligini bildirgan. O kishi amalsiz qaytib kelgan va darhol tutilib jazo lageriga tashlangan. Xitoy kommunistlari Uyg'urlarning normal turmush kechirishga to'sqinlik qilayotgan bu xil chekdan oshgan siyosati xalqarodagi kishilik huquq tashkilot tarafidan qattiq ayblanmoqda. Sharq Turkistonda necha millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalib, ularning orasidagi bir qism atalmish jinoyatchilarning Xitoyning Xelonjang Talay noyisi qatorliq joylarga yetkazilganligi ilgari surilayotgan bir mezgilda, atalmish yezi 5-chi emgak kuchini ishga o'rlashtirish siyosati bo'yicha 25 mingdan ortiq odamni 5-chi emgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga olib ketganligi ma'lum. Şinjan gazetining 26 dekabrdagi xabarda ma'lum bo'lishicha, o'tgan 11 oy ichida Sharq Turkistonda ishga o'rlashtirilgan yezi 5-chi emgak kuchi 2 million 800 ming odam qitimga yetgan. Bu siyosat bo'yicha Uyg'ur diyorining janubidagi 3 viloyat bir oblastdanla 82 ming odam joy-joylarga yetkazilgan. Beyjan shaharlik tor uchur boshqarish ishxonasi 25 dekabr umumiy uqtirish taqib, davlat aloqa tor uchur ishxonasining talabi bo'yicha axborot vositalari hisobot nomerini aniqlash va tartibga solish maxsus harakati o'rinlashtirgan bo'lib, 18 dekabrgacha har qaysi tor supisidan jami 500 mingdan ortiq atalmish qonun intizomga xilof taratgan maqolalarni o'chirib, 110 mingdan ortiq qonun tuzumga xilof taratgan vositalarning hisobot nomerini taqagan. Lin familiyalikning deyishicha, hukumat oldi bilan har xil tordagi undidor nomerni majburiy taqagandan keyin endi taratqular supisiga o'tgan. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Xitoy hukumatining fuqarolarga bo'lgan cheklash salmog'ining zo'r darajada kengayganligi, xohlagan kishini xohlagan vaqtda ogohlantirish, fikr almashtirish, hatto qo'lga elib kesish qatorliqlarga berib yetgan. Sholin ismli bir naqshchi bir qancha naqshi yezib, o'zining vaziyatga bo'lgan qarashlarini ifodalaganligi uchun 3 yil muddatli qamoq jazosi bergan. Xitoy kommunistlari hozir qiladigan qiliq topolmay, qaysi millatdan bo'lsin, taratqu media, Twitter, ommaviy taratqu nomerlarni tutqi qilib, qor qo'yiq zarba berishga o'tgan. ...27 dekabr tushdan burun Xotan Chaqaloq temir yo'l qurilishida rasmiy ish boshlangan. Qurilish tamomlangandan keyin Tarim o'ymonligiga aylanma temir yo'l to'ri shakllanib, liniya bo'yidagi ammo Chaqaloqdan o'tib, Chinqay orqali Ishkirdagi shaharlarga bevosita bora oladi ekan. Urumchi kirib aylanib yurmasimi bo'ladi ekan. Buning bilan asldagi liniyadan 1000 kilometrdan ko'proq yo'l qisqaraydi ekan. Bu temir yo'l tamoman bitgandan keyin Lob noyisini o'z ichiga olgan 5 noyaga poyezd qatnamaslik tarixiga xotim berib, Xitoy kommunistlari Ipak yo'lini etishdagi dastlabki qadamini bosgan. Yana bir tarafdan bu temir yo'l orqali sharqqa qatnab Ishkirga, janubga qatnab O'rta Osiyo orqali Yevropaga bog'li bo'ladi.
nayt qolaylik bo'lib Ipak yo'li iqtisod balvig'i qurilishini ilgari suradi. Hamda Xitoyning g'arbga ichib etilishida nayt muhim rol o'ynaydi ekan.